Tozalovchi serialining 100-qismi Milliy To'da 21 noyabr 2025 kuni soat 21:25 da namoyish etiladi va bu sana go'yoki voqealar yangi bosqichga ko'tarilayotganini eslatadi. Bir qarashda oddiy bo'lib ko'ringan jimlik ortida keskinlik, har bir iz ortida esa xavf va yashirin haqiqat yotgani darhol seziladi. Serialning kuchi undagi murakkab ritm va xarakterlarning o'zaro to'qnashuvi. Asosiy qahramon yana sinov yoqasida, lekin uning qat'iyati va ichki kuchi voqealarni butunlay boshqa ohangda ko'rsatadi. Qahramonning har bir qadami, har bir og'ir qarori tomoshabinni yanada chuqurroq tortadi. Bu obrazning tabiiy va tirikligi serialga alohida joziba beradi. 100-qismda sirlar kengayadi, eski izlar yangicha talqin oladi va aynan shunda shior yana bir bor o'z ma'nosini topadi. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor. Shu jihat serialni tomoshadan to'xtatib bo'lmaydigan darajada ta'sirchan qiladi.